Hech kim seni ertalab 6da uyg'onishingni ko'rmaydi. Hech kim seni qiyinchilik bilan sabr qilib ishlayotganingni bilmaydi. Har safar yiqilganingda qayta o'rningdan turishing haqida hech kim bilmaydi. Lekin senda nimadir o'xshasa, ular aytishadiki, bu shunchaki omad. Yo'q, bu omad emas. Bu intizom bilan, qat'iyat bilan faqat oldinga bosilgan qadamlardir va buning nomi harakatdir. Hech kim seni ertalab 6da uyg'onishingni ko'rmaydi. Hech kim seni qiyinchilik bilan sabr qilib ishlayotganingni bilmaydi. Har safar yiqilganingda qayta o'rningdan turishing haqida hech kim bilmaydi. Lekin senda nimadir o'xshasa, ular aytishadiki, bu shunchaki omad. Yo'q, bu omad emas. Bu intizom bilan, qat'iyat bilan faqat oldinga bosilgan qadamlardir va buning nomi harakatdir.